Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, yana bir xonadonimizga keldik. Bu obyektimizga qilib bergan ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Tashqari tomon ko'rinishi obyektimiz juda ham chiroyli chiqdi. Bu yerga ishlatgan mahsulotlarimiz plastik va termoprofildan eshik romlarini qo'yib berganmiz. Romlarimiz, eshiklarimiz termo 78, romlarimiz 7000 Engelberg profilda. Rangi metbrash antrazit. Hop, to'g'rilab turgan romlarimizni tushuntirishni boshlaymiz. Panoramli vitrajimiz polgacha bo'lgan. Razmerlari 240-280 balandlikda. O'rtasi splashnoy holatda vitrajli oyna, ikkita chekkasida ochilish qilib berganmiz. Ochilishimizda ham xavfsizlik jihatdan pastini bo'g'ib, tepasiga ochilish qo'yganmiz ikkita. Juda ham chiroyli chiqqan. Podval qismimizga 7000 Engelberg profilda forchkalarimiz qo'yganmiz. Buni ham o'sha bitta ochilishini mana parallel holatda bunga to'g'rilaganmiz. Pastda 7000 Engelberg. Oynalar energiya tejovchi oyna. Hop, glavniy kirish eshigimiz. Glavniy eshigimiz termo 78 profildan bo'lgan. Razmerlarimiz 220 ga 280 balandlikda. 1.8 lik shatlankasi bor. Ikkita chekkasiga enini o'ziga tortib qo'yganmiz. Fasoni juda ham chiroyli, o'ziga yarashgan holatda chiqqan. Bu tomonimizda ham o'sha panoramli ikkinchi tomon vitrajimiz. Razmerlari buni ham o'sha 240 ga 280 balandlikda. O'rtasi panoramli, ikkita chekkasi ochilish. Bu profilimizni uzunli holatda qilib berganmiz. Mana qangi lapsha qo'yib, ikkita profil bir-biriga ulanadi. Rangi metbrash antrazit. Hozirgi juda ham hadovoy bo'lgan ranglarimizdan trendda bo'layotgan. Pastidagi 7000 forchkalarimiz buni ham o'sha bir tomoni ochilish qilib berganmiz. Ikkinchi etaj qismimizga plastik Engelberg profildan romlarimizni qo'yib berganmiz. Ikkita chekkasi ochilish, oynalar energiya tejovchi oyna. Hop, glavniy kirish eshigimiz. Juda ham zo'r. Xonamizning ichkari tomon ko'rinishi, yorug'lik o'tqishi ham juda ham zo'r, oynalar tashalgan. Balkonga chiqish eshigimiz, ikkita chekkasida romlari bor, bu ham ochilish qo'yib berganmiz. Romlarimiz 7000 Engelberg profildan. Razmerlari balkonimizning eshigi 1.20 ga 290 balandlikda. Bitta tepasidan fremichka berganmiz, teng 2 ga bo'lib, o'rtasini shatlankali qilib qo'yib berganmiz. Termo eshigim juda ham zo'r, ochilyapti. 3 kamera bo'ladi, o'rtasida poliamid qoplama, issiq sovuq o'tkazmaslik vazifasini bajaradi. Ruchka zamoni sifatli. Juda ham zo'r. O'zini maxsus plankalar bilan birgalikda qotirganmiz. Ochiq-mochiqlar ham italyanskiy, uslubli holatda qilib berilgan. Yon tomondagi romlarimiz ham ochilish bo'lgan, 7000 romlarimiz. Hop, bu tomonimizda ham ikkita romimiz tushgan. Razmerlari 1.20 ga 1.85 balandlikda, teng 2 ga bo'lingan, bir tomon ochilish, o'ng tomon ochilish. Bu romimizda ham o'sha razmerlar bir xil, buni chap tomon ochilish qilib berganmiz. Ruchkalarimiz Rotosin germanskiy ruchka. Plastik profilimiz. Plastik profilimizni birinchi, ikkinchi rezinadan bo'ladi. Issiq sovuq, chang ushlashligi ham juda ham zo'r. Romlarimiz ham oddiy, ham двойной открывальный ochilish bo'lgan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, premium klassdagi bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.